Qaroqchi Abdurahmon Shega aytdim. Futbolda agar O'zbekiston o'yin gol o'tkazib yuboradigan bo'lsa, dengizga urib sakraverasiz, o'zingiz tashlayverasiz. Lekin Ronaldo ham o'ynatganda bag'ini ham. Kuch bo'lsa zo'r qoladi, 1800 tushib ketadi. Yaxshi, o'shanga tushishiga urib qo'yganmiz birozdan. Hozir yo'q, unaqa yo'q lekin. Oldi bir urib qo'ydim, yaxshi bo'ldi. O'ynasan yo. To'g'rimiz dengiz ekan. Akasini berib qo'yam bo'ladi. Ana to'xtadi, o'ngga kiritdi faqat. Hop, kamerani qotirdik. So'qcho birinchi marta oldin kelganmiz. Birinchi marta. Birinchi marta so'qcho. Azbeshi? Hozir o'ngga burilib ketgan sipa. Bu unga anaqa otishyapti, qarang. Bakır sesler takımaydı mı? Yok. Ya oynamaz. Aşık ya. Kechqurun keladigan ekan dengizga. Ya uçun. Anak setup masa. Hozir O'zbekiston terma jamoasi bilan Portugaliya terma jamoasi Jahon chempionatida ikkinchi tur o'yinini o'ynaydi. Xullas, bugungi o'yinga tayyorgarlik. O'yinchilar sekin kelyapti. Bizni quruvda sekin o'z ko'payish. Mana Islombek, Ajich. E'tiborini o'ziga qaratdim. Jahonni oldi. O'zi ma'nosi ham shunaqa ismini. Va Sodiqov familiyali. Muxlis. Bitta video menga qarang. Ha, davay. Agar O'zbekiston yutsa, hozir yutsa, sovuq o'ta ham bu mana eng katta oqimni ko'ryapsizlar. Mana shu oqimni tashab chiqaman xudo xolisa. Yutsa Hatto kelib qoldi-da. Mana. Ama bugun eng to'g'ri qilgan ishimiz shu yoqqa kelish bo'ldi. 05 ham yomon emas. 1.
Brother. Vaqtiyor aka. Mana holatni o'tkazib yuboryapsizmi? O'zbekiston yeb qo'ydi 5-0 ga. Ketdi. Yuramiz. Qachon bilan keyin yig'ishtirib olamiz? Ketdi-ku. Qaysiga borib ko'ramiz? O'ningga. Ha. Anaqalar gaz qo'ygan ketishdi. Azbek aka, Abdurahmon aka bilmam, aylan yurib turasiz qalay. Okey, endi bitta. Shu tomonga borib ko'ramiz. Bilmadim, kunduzi ham to'g'ri bo'ladi. Kecha ichiga tushish mumkin. Bunga ham gap yo'q, lekin kechqurun kelib mana bunaqa quyosh chiqishini ko'rsam. Yaxshi bo'ladi. Ha, so'qchoqda. Bilganimcha qilib olib ketdimmi? Ha, yoqqa o'tib bo'lmaydi hech kim. Uni ertalab men ham chiqib ko'rish kerak. Mana. Lekin anu suv mishiq deydimi? Mishiq. Suv mishiq. Suv mushugimi, qalamishimi bir bola bo'ladi. Ashaqalarning bolasi o'lib qirg'oqqa juda ko'p chiqib qolar ekan. Mabodo birorta xabar olgan bo'lsam, o'tib ketaman. Atak mana bu joyga o'tib bo'lmaydigan bo'lsa. Ehe. Bilmadim, bu safar qo'ymadim men kelamiz. Yo'q, o'tsa bo'ladi. Reklama qilsang deb bilagan. Hamda rahmat. Ajoyib. Chaqilib video olib tursam bo'lar ekan. Doim shunday deyman. Kelgandan keyin baxilligim chiqib qolib, qo'ymayman. O'zim masaksam bo'ladi. Kunduzi kelsa odam ham ko'p bo'lib, bilmadim. Rasmga chiqaman desangiz ham. Bu yoqda kimdir sirkullab yugurlab o'tadi. Bu yoqda kimdir. O'zi ho'killar. Mana adashmasam o'zi spesialni quyosh chiqishiga mostab qo'yishgan shekilli. Bugun emas, o'sha har kun kechqurun kim ko'p o'jingu ushlash bo'yicha musobaqa qilishar ekan. Kechki payt juda kemalar bo'lib ketdi. Ana shular hozir adashmasam qaytyapti. Yo'q. Bunu size okutken kaçansın. Ne kalmış? Şimdi kapsa koy. Hemen onu koy. Hemen kapsa yine kalır. Bra. Ja, spyt på mig. Bra, telefon. Brat, o'zlari kirishadigan bo'lsalar, yo'lishing. Teknoloji. Videonu bastım. Bastınız mı?
Kadrda qaranglar, kadrda. Xullas o'zimizcha. Omma rostdan YouTube'ga qo'ymoqchiman. Qizig'i yo'q-ku, chiqaverasiz-ku. Bijir qilib qo'yaymi aka? tushunaman jon shirin. Zo'r joy ekan, yelini. Yomon qo'l, yomon bo'ldi. Ana qilaylik. Kemala to'xtaydigan joy qidirib boraylik. Ana qo'yib kemami? Harry'mi deb qo'yib. Harry'ni ana ikkita video sanab keladi. Ha. Tasara olib Yo'dim, nega kimsamanda. Takoy. Nimadir? Gapirmay bu. 5-0 yutganlik olsa bilishadi. Ya, bu bilan da Ispaniya desa, Nima bita, ha? 7 so'ra originali to'liqqa qo'lni tagiga ishlash kerak. 75 deganda. Давай. Ko'rmoqdimi kamerani? Abdurahmonovga tashlab berasiz menga ham aka. Men YouTube'ga video Tashlab berish pulli. Pul deydi ya, bu bel og'rimagan. O'zimiz 15 kundan beri pulsiz o'tiribmiz-ku. Shunchaga qo'yargan. Xullas, akalar men videoni YouTube'ga qo'ymoqchiman. Ikki og'iz samimiy tilaklar. Hammaga nasib qilsin. 5-0 yutqizishmi? Ha. 5-0 yutkazishdan keyin antistress uchun shunaqa, ya'ni quyosh chiqishini shunaqa Sharqiy dengizlarda Biz mag'lubiyatni oldindan bilib tayinlanib olgandik-a. shunaqa. Bu Ha, qaranglar. bo'pti, keyin story. Vo, ana. Ular esa futbol deydi, hayot deymaylik. Da. Boshdan. Futbol deydi, hayot deymaylik. Buradan to'rtdan yuraylik. Ha. Ano, har bir qiyinchilikdan keyin yaxshilik bor degandan keyin. Avufmi? Bu turgan shular sizga qarang, O'rni Muhammad. Dengizda quyosh chiqishini faqat chiroyli manzarani ko'rmagan. Tak, quyosh chiqishini ko'rdik, o'tkazdik, endi qaytamiz. Mana Sen oqilay bo'ladi endi, xafa bo'lmay turasizlar. GTA'da yurgandakka olib beraman. Faqat oldinga qarab yurding-da. Ash o'rtalardan GTA'cha tiqilib bera olasizmi? Yo deb akramaysizmi? Surqash. Aura 999 yozib qo'yasizlar. Hey! Ha? A few moments later. Nimaga? Sovuq deysan? Sovuqdan ham 12 kiloga isimasa agar. Andik 12 kilogacha bilmadim men. Xullas mana zo'r bo'ldi. Boy baxtiyor baliq tutganlarni ko'rdingmi? Bu ham baliq ko'tarib keldilar. Qaraysan, qaydan oldinglar? Ketek. Ha bu. Baxtiyor ko'nab kelasizmi? Ketdi. Sen nima deb bo'lsa kerak? Da. Biz bo'lmay. Ha, mana. Please, qara. Ochma. Nimaga? Yo'q-da. Ber. Please. Bak, çatal. Hadi de. Öyle şey ne? Zor demez. İstene. Anaqa Azbek aka, go yurib kelindi.
oldim. Ana o'shani uqtaratdim, topolmayapman. Shu Beni holat. ko'ryapsizda. Iloji yo'q. Faqat oyoq qurib oldi-da, boya juda. Bunaqa edi. Battar bo'ldi. Qulash olib bo'ldi aka. Bosish ekan-da. U kimini qaraydi? To'g'ri. Odamlarga hayronsan. U bunday, bunisi bunday, u unday, bu bunday. Aytinglar qani, yaxshi odam qanaqa bo'ladi? Da, уже ikkinchi. Hozir keldik. Ya xudo, bu pashsha jinni joy-ku. Yo'q, men o'g'limga maza qildim uni. Haqiqatdan. Kema, rostdanmiki? Qimmat kelamiz. Ha, keyingi manzil Yangyangmi, adashmasam. Shunga keldik. To'g'ri ekan. O'ta. Mag'lub. Nima yuribdi? Bu yerda biratlar. Ko'rkan qilib yuribdi. Mana. Shunaqa. Shunaqa. Bizni sheriklarni takliflari yaqinlashmas ekan. Yak. Короче, технология. İzleyen imkan da Ни одна на свете кошка не коснется молочка, если прежде не умыта аккуратно мордочка. Мамы учат мыть копытца.